Prezident administratsiyasi arxivida bir ish qo'limga tushib qoldi. 26-27 yillar davomida Akmal Ikromovga shaxsiy xarakterdagi xatlar va o'sha xatda O'zbekiston hukumatı biz aytgan o'sha kommunistlar qaysidir ma'noda, ya'ni o'zligini topshirib qo'ygan yutqazganlar yoki qo'rqoqlar deb o'zimizcha shunaqa baholar ham borda, go'yoki ha Abdulla Qodiriy juda ham buyuk, chunki ikkita kitob yozdi, Akmal Ikromov sotqin, chunki demak hech ish qilmadi. Vaholanki juda katta ish qilindi. Bu ishlab chiqarishlar, bu balki keyingi 10 yillarda erishilmagan, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarini tayyor mahsulotga aylantirish. Bu yo'lda qishloq xo'jalikni qaysi yo'nalishlarda rivojlantirish, bular uchun tinimsiz kurash olib borildi va buni natijasida ular biz bir narsani nimandir yo'qotdik deb emas, yo'qotmadik deb qancha ko'p qarshilik bo'lsa shuncha ko'p muvaffaqiyatga erisha boshladi. Fayzullo Xo'jayev har doim eshituvchi bo'lmagan. Shunday og'ir gaplar borki, masalan, u tinimsiz tadqiqot olib borgan. Masalan, angor echkisini qayerda boqsa bo'ladi, qarako'lni qayerda boqsa, ipakchilikni qayerda rivojlantirsa, sigirchilikni, otchilikni aytadiki, biz qachondan faqat paxta yetishtiradigan bo'lishimiz kerak dedi. Bu oziq-ovqat sanoatimiz nima bo'ladi dedi. Bu narsalarning hammasi SSRning o'sha plan siyosati. Yilda ahvol qanday edi desangiz, umuman Turkistonda chiqariladigan mahsulotning 80% O'zbekistonga molik edi. Turkistonga kirib keladigan mahsulotning 90%. U 5 ta respublika qayerda qoldi? Qolgan o'sha bo'lingandagi. Demak, shu darajada katta biz iqtisodiy, aqliy hududni egalladikki, endi mana shundan kelib chiqib ishlashimiz kerak degan xulosaga keldi. Biz deylik Akmal Ikromov kabi shaxslarni sotqin edi, ruslarga xizmat qildi deb o'zimiz bilmagan holda shu ayblovlarni tasdiqlab qo'yganda bo'lamizda. Vaholanki bular mustaqil harakat qilyapti. Bularning o'zini aqli bor. Ruslardan mustaqil ravishda shakllantirilgan mafkurasi, dunyoqarashi bor. Ular shunchaki o'tirib ruslar olib kelgan mehrni qabul qilmayapti-da, juda bir murakkab vaziyatda o'sha talo to'plada o'zini ulushini yulib olishga harakat qilyapti. Talashib, tortishib. Ya'ni markaz bo'ldi, biz rivojlantiramiz, so'ragan pulingni beramiz demagan hech qachon, hozir ham hech kim demaydi. Demak, bular yulib olyapti o'zini harakati, aqli, salohiyati bilan. Akmal Ikromov borib deyarli karvonsaroy bo'lgan. Hammasi oldiga keladi, ko'rishadi, hammasi bilan suratga tushadi, hammasi bilan, ya'ni sizlar vatanga qaytasizlar. Moskva universitetini meditsina fakultetini a'lo baho bilan bitirib kelyapti. Bu yerda semashkaga asos solyapti. Kelyapti, o'sha seleksiya institutini tashkil qilyapti. Bu kelyapti Germaniyadan, bu yerda ular uchun Toshkent tekstil kombinat, Ivanovadan keyingi eng katta tekstil kombinat, Farg'ona tekstil kombinat. Bularning xizmatlari hattoki to'liq nimalarni, o'sha kitoblarni ham, texnologiyani ham Germaniyadan olib kelyapti. 37-yilgacha nihoyatda katta har bir yo'nalishda ish qildi. Vaziyatni o'rganadi, demak deydi, biz hozir 10 yilda biz xalqni 100% savodli qilamiz dedi. Birinchi shart. O'qituvchilar institutlari, Bakir Cho'ponzodalarni, o'sha Aziz Ubaydunlilarni, hatto Farg'onaga olib kelganda professorlarni, qancha akademikni olib kelib, butun ta'lim tizimini bular ishlab chiqadi. 10 yilda, demak, asriy orzuyimiz bo'lgan o'sha savodsizlikni tugatamiz. 10 yilda milliy armiyaga erishamiz. Yilda demak o'sha Kiyevda o'tkazilgan, Moskvada, eng yirik shaharlarda o'tkazilgan harbiy ko'riklarda doim eng yuqorini o'rinni egallagan bular. Pulemyotni ko'zini yumib nechidir sekundda terib tashladi, tarqatdi. Demak, O'zbek tog' otliq armiyasi
Uni ichida razvedka ham bor, kontrrazvedka ham bor, havo mudofaasi ham mana shu darajada olib chiqoldi. Talmachevda o'nlab, Frunzeda o'nlab bolalarni o'qidi. Demak, mana bu jarayonlarda biz aytamizki, bular 24-yildagi mag'lubiyatini ham g'alabaga aylantira oldi. Ta'sirlantirgan narsa bor. Birinchi avlod jadidlari turli shaklda aytgan, biz deydi, bizni qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi. Bizni missiyamiz deydi, mana bu yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish, jahon saviyasida o'qitish, ular erishadi hamma narsaga deydi-da. Biz siyosiy kurash olib bormaymiz, ular olib boradi deydi-da. Buni qarangki, ularni maqsadi amalga oshibdi-ku. Akmal Ikromov ham ularni maktabidan, boshqasi ham ularni maktabidan, Sobir Rahimov ham, G'ofur G'ulom ham, hammasi shu maktabdan chiqqan ziyolilar. Ubay Oripov qaysi akademik bo'lgan bo'lsa. Demak, ularni maqsadi amalga oshibdi. Ular mag'lub bo'lib o'lib ketgani yo'q. Hammasi bir maktabdan chiqqan Behbudiyni, Munavvar qorini ekkan g'oyalarini mevasida ular bir-birini davomi, bir-birini to'ldirgan bir avlodlar. Qarang, bir mana shunaqa izchillikni kuzatdim. Bunaqa katta yutuqqa erishish uchun rahbar bilan xalq o'rtasida juda katta bog'lanish, ishonch bo'lishi kerak. Talabasini ham bu aytayapti-ku, hamiyatimiz va nomusimizni himoya qilyapti Moskvada deb. Bu davrdagi katta yutuqlarda, katta millat saqlab qolishda shunday odamlarga adolatsizlik qilishga haqqimiz yo'q. Biz yana bir o'qib, hujjatlarni bir qarab yuborishimiz kerak bo'ladi.